Bu yaşımgacha atrofimdagi har bir şeyi, kishilarni qalbimdagi sap to'yg'u bilan sevib keldim. Ammo har şeyi o'z xili, o'z niyati, o'z ideyasi, o'z tushunchasi bilan javob qaytardi. Ba'zilardan suyinsam, ba'zilardan afsuslandim. Ba'zilardan hayron qolsam, ba'zilardan yiroqlashdim. Har biridan o'xshamagan darslarga, hikmatlarga ega bo'ldim. Ammo hech kimga adovat tutmadim. Dilimga azor bergan, umidsizlantirgan shu kishilarga eng cho'ng sabr toqatim bilan, odamiyligim, insoniy qalbim bilan yaxshi muomala, yaxshi niyatlar bo'ldim. O'z loyiqida hurmatini izdan qilib keldim. Chunki bu dunyoning talashquchiligi yo'q ekanligini bilganligim uchun. Til bilan dilni yarqagandan ko'ra sukutning afzal ekanligini bilganligim uchun. Chunki bir kunlarda sizningmi, meningmi, uningmi hammamizning o'xshash bir joyga ketadiganligimizni bilganligimiz uchun.